29 oktyabr 2025 kuni soat 19. Oh da mening yurtim kanalida mashhur o'zbek seriali Iffatning 23 seriyasi namoyish etiladi. Seriyaning birinchi daqiqalaridan boshlanib, tomoshabinlar yana bosh qahramonlarning taqdirini kuzatishga majbur bo'ladilar. Ushbu qismda Kamron va Shirin munosabatlari yangi sinovlardan o'tadi. Kutilmagan zarbalar, og'ir sinovlar va mashaqqatli yo'l ularning his-tuyg'ularini yana bir bor tekshiradi. Har bir epizodda haqiqiy muhabbat, sabr, sadoqat va jasorat talab qilishini ko'rish mumkin. Aktrisalar va aktyorlarning o'yinlari tabiiyligi va hissiy chuqurligi bilan hayratga soladi. Rejissorlik ishlari esa har bir lahzaning dramatizmini o'ziga xos tarzda ta'kidlaydi. Ssenariy romantik chiziqlarni taranglik va intriga bilan uyg'unlashtiradi. Tomoshabin diqqatini oxirgi daqiqagacha ushlab turadi. Musiqiy sheriklashuv, atmosfera va voqealar dinamikasi tomoshabinga to'liq tajriba beradi. Qahramonlarning har bir qadamiga hamdard bo'lishga undaydi. Bu qism Iffat serialining hissiy drama va yorqin xarakterlarni qanday muvaffaqiyatli uyg'unlashtirayotganini yana bir bor ko'rsatadi. Kamron va Shirin bizga sadoqatni, his-tuyg'ular kuchini va muhabbat har qanday to'siqni yengib o'tish qobiliyatini yana bir bor eslatadi.